Ortaklar bugün 18 dekabr 2025 yıl Avtoshop salonumuzda Equinox maşinalarimizning har xil variantlaridan, har xil turlaridan bor. Xo'p, birinchi boshidan bu mashinamiz 2022 yil mashin benzinda, balon o'zini holatida, rodnoy balonlar, quruq tonirovkalari bor. Mashin idealniy sosteniyada. Abduba abograflari bor. 61.000 probekda eng full pozitsiyadagi Equinox mashinamiz 2022 yılı. Narxi 380 milyon so'm aytilib turibdi. Endi narxi yozilib turgan narxdan aytib o'tib ketaman, lekin albatta ustida yesangizlar zo'r narxda qilib beramiz. Naqd barter savdo ish beramiz. Misol o'zingizning mashinalaringiz bo'lsa barter qilamiz. Yetmaganini durib beramiz. 1 oy 2 oy bo'lsa, hatta bundan ko'proq vaqtda bo'lib beraman desak bo'lsangizlar, xohlasangizlar nasiya savdo orqali chiqarib beramiz, xohlasangizlar bank yetib. Endi bankni ko'pchilik odamga tavsiya beraman, lekin nasiya savdo mashina variantlarimizdan bor. Xullas 2022 yil Equinox, bu tarafda 2021 yil ishlab chiqarilgan Equinox mashinamiz bor. Bu mashinamiz sosteniyasi zo'r. Bu mashinamiz ham eng full pozitsiyada. 4 yumshoq balon toza qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Quruq tonirovka urilgan. Mashinada shumka yo'q ekan. Oyoq tina poyga tashalgan. Benzinda eng fulli 64.000 probek. Kraskasini ham probekini chiqarib beramiz. Ustalar zappart tekshirtirib, keyin pulini sanab bersangiz bo'ladi. Hech qanday mashinani pulini berib keting, sotib olib keting, keyin ketib tekshirtiraverasiz, aranda uzaytiraverasiz degan gap yo'q. Boshida tekshirtirib, ko'rsatib bo'lib, keyin pulini sanab beraverasizlar. Bu mashinamiz narxi 300 mana 340 madi. 340 milyon so'm aytilishini kelishtirib, cho'tlik narxda qilib beramiz ustunda. İbyan tarafta 2023 yılı pes deseyizler, bir anda yine 23'nü Equinox'an bor. Full komplektatsiya, shumka, parok, 4 yumshoq balon, poliki, mashin benzinde 50.000 probekda. Ko'pchilik videoga satılır ham qo'yilgan. Ko'pchilik odam aytishi mumkin 23 50.000, 21 60.000, arka 22 60.000 nechunning deb. Biravay deydi, biravay demeydi ashuni. Probeklarning kraskalarini bemalol tekshirib ko'rib, keyin beraverasiz aytganimni. Xo'p, bu mashinamiz narxi 420 milyon so'm aytilib turibdi, yasangizlar 10 milyon 20 milyon so'm kelishtirib beramiz ustunda. Xo'p, bu tarafdan 2023 yil Equinox mashinamiz bor. Parok qo'yilgan, doполнительный и quruq tonirovka urilgan. Balon o'zini rodnoy balonlari. Mashinamizdan sosteniyasi zo'r. Oxirgi pozitsiyasi 27.000 probekina. Kam probek izlayanlar uchun. Xolos bu mashinamizdan 425 milyon so'm deb ko'pmiz. Lekin albatta arzon narxda ko'p beramiz. 15-20 milyon so'm tushib ketaramiz baho. Dilim tapilsangiz ol dedi-ku. Bu yanda boshqacha variantda Equinox mashinamizdan bor. 2021 39.000 probek. Konkret imaj. 4 yumshoq baloni bor, tonirovkasi bor, shumkasi bor. Ustunda yo'q. Yo'shingiz mumkin 39.000. Abduf rejimlari bor. Badagi rejimlari bor. Xullas, bu mashinamizning narxi 340 milyon so'm. Ham mashinani misol sosteniyasi zo'r, bir detal, ikki detal kraskasini gapi yo'q. Ma'ozlar raqi kerak deyarlar uchun bu yon tarafda zo'ri bor mashina. 2023 yil full komplektatsiyada e'tibor bering, shu mashinani o'zi salon narxi 472 milyon so'm. Sizlar esa shu mashinamizni biza 320 milyon so'mga qo'yib beramiz. Telefon nomerlarini ham qoldiramiz, e'tibor bering 90 738 88 89 telefon nomerlari bog'lanib, xohlasangizlar Telegram, xohlasangizlar imo orqali aloqa qilsangiz bo'ladi. Albatta shu mashinani baraka qilaman desangizlar 2023 yil. Endi aybi shu sal bir kraska degan ham mashin egadan gap turibdi. Ega Toshkentda boshqa bir mashina pul chiqarib berishim kerak, boshqa mashina oldim. Shunga pul chiqarishim kerak, shuning uchun zarur sotishman deb arzon ko'p qo'ydi. Lekin 36.000 probekda 23 yil fulli parok, 4 eshik shumka, 4 yumshoq balon, tonirovka, xullas mashin benzin olgan bilan lekin tax. 320 milyon so'm narxi. Xo'p, keyingi mashinamiz ham Equinox bo'ladi.
Bugün özü Polni Equinox maşınlarını çözüp beraber. Keyingi videolarda xudo xolasa başka maşınlarını çözüp beramiz. Şuncha yok, parok bor. Balon ham o'zini holatida. 20 ming probek. Ya, ko'rishingiz mumkin. Abduf Abagreyev bor. Eng full 3-pozitsiyasi. O'zi Equinox maşinlarda 21dan, 22dan tartib yanına 23-24larda 3 xil pozitsiya bo'ladi. Birinchi pozitsiya mordasi prostoy bo'ladi, ikkinchi pozitsiya ishi narsa, почти hatari abduflar yo'q. Чувствительный narsalari yo'q yine. Yine bir iki funksiyalari yo'q. Bu tumanka ham qo'yilgan. 2023 mashinamizdan narxi 410-415 million so'm bo'lib boradi. Bemalol gelip üstünde geliştirip alsanız bo'ladi. Keyingi mashinamizdan Equinox 2023-yil. Bu narsa doğrusu ko'pchilik adam nima deydi, qiziqadigan narsa bu. 2023 lekin probekni aytib o'taylik. 6000 probek. Haqiqiy 6000 yurt tutdi. Yana 6580. Eng fulli qora svet, parok, poliki, boshqa iloji yo'q. Boshqa hamma rodnoy. Kraskalar ham polni toza, bemalol tekshirib borasizlar. Bu mashinamiz narxini 480 million so'm qo'yibmiz. Kelsangizlar, bundan ham yarashtirib beramiz ustunda. Albatta Avtoshop profillerimiz bor, Instagram'dan, Telegram kanallarımızdan bor. Abone bo'lib qo'ysangizlar, boshqa mashinalarimizdan kunda 10-15 tane mashin qo'yib turibmiz. Keyingi mashinamiz ham Equinox. Bu mashinamiz ham 2023-24, kuzov 24, texpasti 23. 4 yumuşak balon, parok, 44 ming probekda. Salon qismi ham zo'r holatda. 45 ming ekan почти. 845 ming. Eng fulli. Xullas, bu mashinamizdan xayrli kelsangiz bo'ladi ya. Narxi aksiya tushdi bu mashinamizni. 420 edi, 395 million so'm olsangiz bo'ladi. Xullas, Equinox mashinlarimiz 40 xil variantda. Bemalol gelip xayrli ketaverasizlar. O'zingizga kerakli bo'lganini bir ko'ngillar tikkatadi-ku, tikkatgan vaqtda shu mashinani ustidan savdo ochib ketaverasizlar kelsangizlar. Yan tarafda Malibu mashinalarimizdan ham bor. Xolasangizlar белый жемчуги, xolasangizlar qorasi, metan qo'yilgan varianti, benzinda turgan variantlari, Premier 1.5 turbina 204 desam 204 dan ham bor. Atmosferniy variantda metan qo'yilgani, oqi, qorasi, benzinda turgani. Bu mashinalar ham shuni, Premierlar. 1.5 turbina. Narxlari 21-22 lar 330, 340, 350 million so'm. Mana misol белый жемчуг. Mashina zo'r sosteni 30 ming probek. Narxi 335 million so'm. Albatta üstüne geçtirib beramiz yana. белый жемчуг rangda. Bu narsa doğrusu bak o'ynab, bu narsasini qoraytirib berib, tonirovkani krugoy tartib qop-qaratib beton etib yursangizlar, mazza bo'lib turadi. Sostenasi zo'r, kraskalari toza polni. 2021-yil Premier 4 yumshak balon, Mercedes ходовой. Zo'r taxlangan, mashina metan ham sinovga qilingan. Benzinden çıkırsa metandan shunday bir razgomlari, yurishlari, tezligi toshdi shunday, lekin benzina qaraganda birebir kam edi. 50% edi. 50% ham kam edi dashi. Xullas, bu mashinamizdan narxi 330 million so'm deb turibmiz. Endi kelsangiz ustiga kelib beramiz. Telefon nomerlarini aytib o'tdik, yana bir aytib o'tamiz. Yodda qolganlar uchun 90lik 738 88 89 aloqa chiqarasizlar. Xolasizlar, bu nomerdan başka WhatsApp nomer kerak desangizlar 93 757 77 00 nomerlarimiz bilan WhatsApp orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Oilangizda, misol siz musofir yurtda bo'lsangiz, oilangizda bir odamlar borib, go'r deb aytadigan bo'lsangiz, bemalol Avtoshopga kelsangiz bo'ladi. Urganch shahar, Gurlan yo'li, Turk bozorining birinchi filiali, shuni doğrusu. Ana 1P benzin metan zapravkani doğrusu Sarızdani. Yan başımızdan benzin metan zapravka bor. Xullas, kelaverasizlar. Hamma Daryo. Abbos Optim.
Şöyle avtoshop salon. Eldemiz maşın köp. Hadi reislerimiz da. Xullas.